aynan shu tepadagi ko'rib turgan ushbu mahsulotingizni biz ham iminni internetdan ko'rib ishlarmikan, shunaqa bo'larmikan deb zakaz qildik. Endi sinab ko'ramiz. Endi ochib ko'ramiz. Kiss me with the lips of doubt. Please don't fake it. Fake it. Fake it. Ko'rishga tayyormisiz? Boshladik. Please don't fake it. Show me what you're all about. I got wasted learning how. Effektni o'zingizlar ko'rdinglar. Effekt вообще super. O'sha videoda qanaqa bo'lsa o'sha effektni bera oldi deb o'ylayman. To'g'risi men unaqa chiqara olmasa kerak, bu qanaqadir montaj bo'lsa kerak deb o'ylagandim, lekin yo'q, unaqa emas. O'sha effektni polni bera oldi. Bundan tashqari buni o'zini ikkinchi tugmasida o'sha time framelari bor ekan. 1 soatlik, 2 soatlik, 4 soatlik vaqtlarga qo'yib, bemalol 4 soatdan keyin o'zi o'chadigan bo'ladi. Men bunga oddiy suv qo'ygandim. Oddiy suv emas, o'sha suvni ichiga o'ziga yoqadigan hiddan освежитель qo'shsangiz, bemalol uyda ham namlantirib, ham chiroyli, приятный hid berib turar ekan. Bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Shunday qilib ushbu mahsulotimizga 10 balldan 10 ball qo'yaman. Sababi umuman kamchiliksiz chiroyli o'sha effektni bera oldi. Like bosish esdan chiqmasin.